Jarayon mana bu yerdan boshlanadi. Bunda menimcha yog' turadi. Bunga un xamir solinadi. Keyin mana bunaqa mana bu idishlarda xamir ozgina yarim soat tindiriladi. Keyin bu yoqqa tashlanadi. Xamir mana shunday mana bitta nasatkasi bo'ladi. Bu yoq upravleniyasi mana. Polniy bular ham tushuntiriladi. Upravleniyasi ham. Bu yerda har xil nasatkasi bo'lar ekan. Lavashga, lag'monga, yana nimalarga bunda o'tar ekan. Ha mana tishlari mana bu yoqda bo'lar ekan. Buni nasatkalari bor har xili. Ularni ham hozir ko'rsatishga harakat qilaman. Keyin bu yoqqa elevatorga ketdi. Ketib sekin xo'sh, mana bu yoqda qanaqadir yog'i turilar ekan. Ha, yog' turadi. Bu toza yog' turadi. Filtr qilib o'zini o'zi tozalab. Ha, u yoqqa o'tadi. Ha. Keyin mana bu yoqda ham upravleniya pult, keyin mana yog' shlankasi bundan ketib turib, elevatordan xamir tushib, mana bu yog'da aylanadi-da, keyin bunda ketadi. Mana bu yoqdan yog' to'kib oladigan motorlari, hamma uskunalari bor ekan. Hammasi yangi. O'sha chiqargan bo'lsa, o'shani chiqaribdi, keyin o'sha gap rashk tufayli o'sha sotishga qaror qilibdi, tezroq Xitoyga ketar ekan. Mana bu yoqda aylanib, mana shu qozoncha bu yoqqa to'kadi. Bu yoqda mana shakar qo'shiladi. Ketdi mana bunda tushadi-da. Bunda mana sekin mana havo bilan aylanib, quritib boriladi. Ketdi mana bunda quritib, mana bu ventilyator aylanadi, mana bu elevator sekin tepaga harakat qiladi. Mana ketdi. Ketib, mana bu qozon ichiga tushar ekan. Mana podvod tagi shakar bu yoqqa tushadi. Tepasi setka, mana mahsulot bu yerda to'planadi. Keyin bu yerda mana ishchilar shu podbor qiladi, keyin upakovka qiladi. Mana bu narsa chiqarib ko'ribdi, mazasini yeb ko'rdim. Mazasi shirin, asalli qo'shilgan. Anaqa ekan mana. Vostochniy sladis deb shuni chiqargan ekan mana. Mana shunaqa holat ekan. Bu yerda upakovka. O'sha aytganimdek $1,500 Malayziyadan keladigan maxsus yog'i ichida qo'shib beriladi. Bonusiga kelasiz Toshkentga, mana shu yerda knopkani bitta bosasiz, ishlash jarayonini ko'rasiz, birga ishlatib ko'rasiz, keyin pul sanaysiz. O'shanda ham yana agar viloyatga bo'ladigan bo'lsa, viloyatgacha birga boradi Xitoylik, aytaman, O'zbekiston nisbatan biladi. Olib borib sizni joyingizga o'rnatib, ustanovka qilib, puska bosib keladi. Albatta unisini kelishamiz. Mana bu chelaklarda asal turgan ekan. Mana bunda moy turgan ekan, mana bu misterni o'zi, mana shu odam o'zi olib kelgan, Xitoydan maxsus to'plagan, elevatorini, anaqasini hammasini o'zi uchun qilib to'plagan. Faqat endi oilaviy munosabat xullas ketish kerak ekan, o'shaning uchun bu sotish kerak ekan, tez ketish kerak ekan. Endi agar o'zingiz olib keladigan bo'lsangiz, Xitoyda o'zidan 35 mingga tushadi bu to'liq ustanovka. Plus olib kelishi ustanovkasi palonida pistonida anchaga tushib ketasiz. Ha, buni biz hozir 30 dedi, 29 dedi, 28 ga tushirib, xullas kelishadigan joyini qilib tayyor qilib qo'ydik. Yana kelasiz, yana ustida gaplashib, bemalol ko'rib, aniq qilsak bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunda mana qanaqadir yog' turadi. Uni. Bu filtrdan o'tgan anaqa surar ekan. Bemalol mana hozir buni ham relesga qo'yib qo'yaman, postga. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasiz. Lokatsiya beramiz, kelasiz, o'zingiz ko'rib biznesini qilaverasiz. Bu konditerchilar o'zi biladigan tema bu, ancha-munchaga anaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu sezon kelyapti, bemalol pulini chiqarib olsa bo'ladi. Buni bilgan odam biladi. Endi agar pulim bo'lsa, men o'zim sanab, o'zim olib shuni reklamasini ham o'zim qilib sotuvini qilib qo'yardim. Hozircha bizning vaqtimiz bunga yo'q. Pulimiz ham yo'q.